Assalomu alaykum aziz obunachilar. Navbatdagi videolarimiz Urganch shahri 3-dahada 5 qavatli binomizda 3-qavatında ajoyib 3 xonali kvartal jihozlarini sotishda. Hamma sharoitiga xonalarimiz alohida. Buxoro 77-dom bu Vanilla restorani domida degan bo'ladi. Bu dom balkon ham bor, verandasi ham bor. Xullas zo'r. Yine görüşler mümkün. Bu tomonimizga kelsak, Elite House'da dom obunachilar. Birimizine xush kelibsiz. Xullas birinchi chetdan obzor etsak, obunachilar, davlat bog'chasi, davlat maktabi, poliklinikasi ham shura deyishik, shurada poliklinikasi, maktabi, Ahmad Jabaragiyev maktab. Bu tomonimiz stadionimiz. Bu tomonda daretalar ketadim, Dekkanbozor keladim, Karat kafe, Kamush Gamburgimiz. Xullas zo'r yerda joylashgan ekan obunachilar. Master Sport, bedene kaçası zalim Medvedem şöyle joylashgan ekan binomiz. Xullas yine tashqi muhit transportdan muammo yo'q, eng asosiy 5 bilan 7 yuridi bu yerda. Ese medeniyet ma'rifat o'chog'idan sonra bo'lgan obunachimiz ichallar bilan tushuntirib o'tsak, 4 podyezddan iborat ekan obunachilar görüşler mümkün. Gigant domlukni. Bu domga qarang, bu domga qarang. Nechek? Yetdik obunachilar. Yine obunachilar podyezddan görüşünüz mümkün. 36-cı xonadan zamonaviy ishlarimiz qo'yilib o'tilgan ekan. Podyezimizda 2 xo'jalikdan iborat ekan. Podyezdan oynalari akvaryumlar qo'yilib o'tilgan. Söz, dalil, isboti. Oxirida vaziyat başıdı. Gazon döşəlgən. Bismillahirrahmanirrahim deb obzor etsak yine. Niye bir işiniz ötülgən? Gidenlərim yine xımçizkelengen. Xullas zo'r. O'ng tarafımızda böyle ixchamli spani. Bu kattalar spani. Bu yine mehmonxonamiz, oshxonamiz, sanuzellarimiz joylashgan. Xullas ajoyib avtomatlar qo'yilib o'tilgan ekan berimizda. O'ng tarafımızda da berimizda yine kattalar. Mas kichkinalar spaniyada degan. Oynalar o'zgargan. Shkafimiz ham bor, vagon chiqili. Ikkilamchi kredit qilsam bo'ladi, yetmaydi variant qilsam bo'ladi. Benim yine kattalar spaniyasi, spaniya garniturlar qo'yilgan. Turinmasi shkafimiz hammasi bor ekanda. To'mishkalar ham bor bunachalar. Balkon ham bor, verandasi ham bor yine. Vanilla domu. Podokniklarimiz ham profildan istizimlari qo'yilib o'tilgan. Issiqqa. Ezeplisi beram qo'yilgan profil nariga tomonga qo'yilgan. Joy pannoy. İşlerimiz MDF eshik, benimizine prixoshkamiz, berani vagon chiqili. Endi bera 1lik, 2lik, 3lik bankalar, plisoslar, shullar hamma jihozdan shura qo'ysangiz bo'ladi. Endiki navbatimizga kelsak, berimiz obunachilar mehmonxonamiz. Mehmonxonamizda trezorlar, devorlarimiz asilgan ekan. Balkonimizdan chiroyli ajratilgan 9 konteyner katyolu bor bu yerda joylashgan. Shundan hechqanday foydalanib bir bor vazifasini bajaradi endi. Kanzanamiz Citronic, bu yerda yana plastik bilan o'tilgan. Benni oynasini qibla tomoniga qarang. Mechitning sesi azonni eshitilib turadi. Go'zal topib mechit shura yaqin. Xullas shaharning yuragida degan bo'ladi benni. Bennim erkak posona o'tilgan ekan. Endi yuvishxonamiz, hojatxonamiz birida joylashgan, vannamiz va unitazlarimiz, kir mashin Zifler firmani. Menimcha bu 6,5 kilolik, 6 kilolik ekan. Oshxonamizdan bemalol hamma sharoiti bor. Kuxunyalarimiz qora, qizil svet, gaz plitamiz bu yerda, xalatligimiz joylashgan. Yine oyna ramlari bu yerda. Vitechkasi ham baxullas obunachilar. Shunda 3-qavat bu binomiz 5 qavatdan tashkil topgan. Shunda narx-navosi hamma jihozi qoladik. Zalogini beringlar, 1 million 2 million zalogini bersa, kilitni gidasizda. Tamam. 450 million so'm 2 lamcha narx param beradi. Lokasiya Vanilla. Hem de xush kelibsiz. Bera Dekkan market yaqin, stadion yaqin, Rasinter Bün bozor, Dekkan bozorimiz hem de Darita savdomachi. Menevet ma'rifat o'chog'i desak ham bo'ladi. Bu yerda podkursning zona dum ko'p bu yerda. Tayyorlar o'quv markazlari. Bemalol berasa, poliklinikasi ham shu yerda, bolalar bog'chasi, davlat maktabi ham shu yerda joylashgan. Hech qanday muammo yo'q. Ijara beramasangizlar, bemalol bu xonadonimizda 2,5 million bersangiz ham bo'ladi, xonadon.
450 min so'm 3-qavatda joylashgan. Esa telefonasini 530 min lira aloqa chiqasa. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Keyingi videoda görüşguncha.